BYD Seal modelimizni Seal 6 164 million 400 baht narxi. Beskluchovoy do'stuplari bor, gibrid bo'ladi. Salonlarida chopir tarafda pomestiniyalar bor. Xo'p, undan tashqari холодильник, переключение передач selektorga o'tgan. И oxirgi D-Link ishlatilgan o'sha bu yerda. Холодильникlarning настройкasi bu yerda. Xo'p, bundan tashqari rulimizda abagreiflari bor. Ikkita oldi sideniyamizda abduf abagreif, orqamizda ham abagreif bo'ladi. Bundan tashqari rulda abagreiflari ham bor. Yengilliklardan mashinamizda head-up display bor. Mana head-up display bor. Xo'p, undan tashqari mashina tashqi ko'rinishi, diskalarning razmeri 18 bo'ladi, qora rangda bo'ladi. Mashinamizda panoramasi ham bor. Zadniy radlari, USB Type-C razyomlari bor. Orqadagi sideniyalari ham ancha prostorniy. Orqa salonimizda ham plus подлокотник ham bo'ladi o'zi. Xo'p. Слепой zona datchiklari, adaptivniy kruiz kontrol, sistema удержания полосы, hamma funksiyalarga avtomobilimizga ega bo'ladi. Mana salon holati. Rullarimizni pamyat sideniyalari bor. Ikkita oldi sideniyasi elektropaket bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mana menyuyimizda принципе unaqa ko'p yengillik yo'q, no. Oxirgi pokoleniya ishlatilgan. Apple CarPlay, Android Auto besprovодной bor. Bu yerda besprovодной zaryadkarimiz 50 wattlik bo'ladi. Охлажденияsi bilan. Bu приборный panelimiz. Bu yerda mana rejimlarni o'zgartirish, Eco, Normal, Sneg hamma rejimlari bor. Bu multimediani baland-past qilish, EV Have rejim o'zgartirish, avtohol sistemalari bularda bor o'zi. Yengilliklardan salon Nampa koja texnologiyasi bo'yicha ishlangan. Head-up displeylarimiz bor. Слепой zona datchik bo'ladi. И salon podsvetkalari ham mashinamizda o'zi bor. Panorama tom bo'ladi. И plus panoramasi ochiladigan bo'ladi. Mana oxirgacha ochilish panoramasini shtorka bu yoqqa ketadi o'zi. В целом mashinamiz juda ham chiroyli ishlangan. Oldidan ko'rinishi, dizayn hanga tortadi ko'proq. Bu orqa ko'rinishi juda ham derski ishlangan. Bagajlarimiz ham pol avtomatika bo'ladi. Komplektatsiyasi shu hamma BYD'dagi 7 kilovatlik, 1.8 kilovatlik zaryadkalar chiqadi. Undan tashqari avtomobilimizda rem komplekt bo'ladi. Rem komplektimizda kompressor, жидкость, треугольник и o'sha jiletkalar chiqadi o'zida. Garantiya 8 yil batareyasiga, 6 yil elektronika, motor, korobka, ходовой частиga действовать qiladi. Bu tarafimizda ham beskluchovoy do'stuplari bor. Sideniyalari bu yog'i 4 ta направленияda, orqa, oldi, spinka настройка bo'ladi. Perforatsiyalari bor. Ancha chiroyli ishlangan. Ko'k strochkalari ham bor. Yodimni ko'radigan bo'lsanglar. Oqqa birюзовый deydimi? Birюзовый strochkalar qilingan. Bu taraflarimdan ko'rsangiz bo'ladi. Обшивкаlar chiroyli dizaynda ishlangan.
водительский сиденьямizı 8 направленияda to'g'irlanadi. Oldiga, orqa, pastga, tepaga bu yoq qismi. Tepaga ko'tariladi. Plus pastga tushadi. Bundan tashqari spinkamiz mana nastroyga bo'ladi. Avtomobilimizning narxi 364 million 400 ming so'm bo'pti. BYD Qabri avtosaloniga kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Naqdga, avtokreditga, lizingga olsangiz bo'ladi. Trading xizmatimiz ham bor. Bundan tashqari mashinamizda video registratori ham bor o'zida, vстроенный bo'ladi. Hammaga rahmat. Murojaat uchun 70 132 88 08 raqamiga murojaat qilsangiz bo'ladi.